Hayotda shunday sinovlar bo'ladiki, ular nafaqat sog'liqni, balki muhabbat kuchini ham sinovdan o'tkazadi. Diskordant atamasi nima o'zi u? Bu atama diskordans lotincha so'zdan olingan bo'lib, farqli, munofiq emas ma'nosini anglatadi. Diskordant juftlik bu xotinlardan biri OIV virusi bilan yashasa, ikkinchisi esa sog'lom bo'lgan oiladir. Bir qarashda ular birga bir oila bo'lib yashashi qiyin tuyulishi mumkin. Ammo zamonaviy tibbiyot va to'g'ri yondashuv shuni ko'rsatadiki, tashxisga qaramay oila mustahkam, mehr va quvonchga to'la bo'lishi mumkin. Muntazam tibbiy ko'rik, antiretrovirus dorilarni o'z vaqtida qabul qilish, o'zaro qo'llab-quvvatlash va ishonch sog'lom kelajakning kalitidir. Bugun OIV umidsizlik emas. Bu bilim va mas'uliyat bilan yengib bo'ladigan sinovdir. Unutmaslik kerak, muhabbat qo'rquvdan kuchliroq, g'amxo'rlik esa kamsitishdan ham qudratliroqdir. Bir-birini qo'llab-quvvatlagan diskordant oilalar baxtli hayot kechiradi, farzandlar tarbiyalaydi va to'laqonli yashash mumkinligini isbotlaydi. O'zaro hurmat, tushunish va samimiy munosabat bilan har birimiz ularga yordam bera olamiz. Chunki jamiyat faqat yonimizdagilarni qo'llaganimizda yanada kuchliroq bo'ladi. Hayot davom etadi. Va bu hayotda eng asosiysi sadoqat, ishonch va muhabbatdir.